Assalomu alaykum hurmatli bog'bonlar va obunachilar. Keling 2 yosh, 3 yosh va 6 yoshli ko'chatlarni farqini qanaqa holatda meva berishi, qanday o'zgarishi, xomnovdalar olinganda nima foyda, olinmaganda nima foyda. Shuni bir o'rinda ko'rsatib o'tamiz. Videolar davomida har biri bor. Mana shu ko'rib turgan o'rigingiz bu 3 yoshda. E'tibor beramiz ora ochiqligi sentrda. Hosildorlik, hosilxonalar bilan shakllanishi qanaqa, har bir jarayon o'z o'rnida. Endi mana 5 yoshda. Bu prosto sal o'rniga qurganida, keyin oraga kelganida. Mana bular 5 yoshli o'rik. Bular terildi, bir oldi terilgan holat. Aytib o'tganimizdek, orasida xomnovda yo'q. E'tibor bering, quyosh kuydiradi deymiz, yo'q mana. Quyoshga to'liq ochiq. Hech qanaqa kuyadigan jarayon ko'rinmayapti, bir dona. E'tibor beramiz qanaqa holatda. Endi xomnovdasi bor ko'chatga o'tamiz. Xomnovdasi qalin ko'chatga o'tamiz. Mana do'stlar, xomnovdasi qalin. Ichkari qalin. Bizda katta yo'qotish, nima yo'qotamiz? Mevani sifatsizligini e'tibor beramiz, qanaqa dog', yara chaqa, ko'mkak holat. Nega? Quyosh kirmaydi ichkarida. Quyosh to'sig'i oldini to'sib qo'ygan mana xomnovdalar. Endi bizdagi yo'qotishda farqini ko'rdik. Qanaqa holatda. Biz qanchalik ochsak, mana o'shanda shu o'rinda yana bir misol qila olamiz. 2 yoshli ko'chat mana. 2 yoshdagi bo'lgan holati. Endi e'tibor beramiz mevani dona-donaligi. Mana sifati. Mahsulotimiz qanaqa. Endi sizga 6 yoshli ko'chatni ko'rsatib o'tamiz hozir. Mana yana boyagi qalin xomnovdasi o'ta kuchli bo'lgan o'riklarimizni ko'rsatib o'tamiz. Mevani terdingmi, unga qizg'onmang, olib tashlang. Mevani terib bo'lgandan hammasini kamaytirib mana siyraklashtirish kerak. Endi eslaringizga bo'lsa, mana shu o'riklarda aynan shu o'rikni biz yashil novdalarini olib videosini ham chiqazganmiz. Endi e'tibor beramiz, mevalarimiz sifati qanaqa? Mahsulotimiz mana boya aytganimizdek misol qila oldik. Past qismida qanaqa? Bu ochib tashlangan. Hech nima yo'q. Mana mevalarimizga keladigan bo'lsak, e'tibor beramiz qanaqa holatda, tiniq. Yara chaqa, dog', bunaqa yo'qotish yo'q. Sifati o'z o'rnida. Tiniqligi o'riklarimizni bu 6 yoshdagi o'rik. O'tgan yil men xato qilib qo'yganman. Xatolarimni vaqtida bilib to'g'riladim. O'tgan yil oldingi yil nima? Qarang, 1 2 3. 1 2 3. Endi 3 ta bo'ladigan bo'lsa, bu yoqda chiqamiz. Mana 4. 4 ta katta novda. Ana undan olingan 5 ta. Tepadan olingan, u tepadan olingan. Orani qo'rqmay ochib tashlangan. Endi bizdagi yutuq nima? Bizdagi yutuq mevani sifatga ishlashi mana. Bundan ortiq bizga bu yana o'tgan yil ancha solkashlikka olib kelib qo'yganman. Nimaga? Boya ko'rsatganimizdek, misol qilganimizdek, ora zichligi bilan juda qalin edi. Mana bu kutaklar pisholmay qoldi. Hosilxonalar kamaydi.
Bunda to'g'ri bir parcha terilgan. Bu terilgan holati. Mana novdalar ishlashi, yon kaltak, yon kichkina kaltaklar bilan ishlashi doim e'tibor beramiz. Novdani ichkariga emas, tashqariga osiltirib. Mana kaltaklar bu kerak yo'q. Juda katta. Nega? Bizga mana kichkina kaltak. Tanadan qochirib, tanadan hosil olish. Qanaqa tanadan qochirib? Mana pastki ichki novdalarni olib tanadan qochirish degani bunda mana katta glavniy ona shoxdan ajratib olib, etab bilan ajratib olib, mana etab bilan ajratib olib, tashqariga chiqozib, uni tanasidan olishlik. Ana bizdagi ertalik kunda juda katta yutuqlar bilan mukofotlaydi. Mana bu har biri isboti bilan muammosiz sizda. Hali ham qo'rquv juda ko'p bobolarimizda. Juda ko'p. Orasini ochib tashlasam quyosh uradi, mevani kuydiradi. Yo'q. Mana nima meva kuyapti? Qaysi bir daraxtni ko'rsata olay? Qaysi bir daraxtni so'rasanglar ko'rsataman. Har birida quyosh charaqlab tekkan joyda barq urib, meva juda ham yetilib, jasadi o'z o'rnida mana. Jasad o'z o'rnida, muammosiz. Aksincha mana quyosh seli tekkan joy. Qarang qanaqa go'zal. Juda ham qizilligi. Blesk berishi. Bizda yo'qotish bo'lmaydi. Mana bular terilgan. Hozir bozorlarimizda 25 ming, 30 minggacha ketyapti bu o'riklar. Hurmatli bog'bonlar va obunachilar, savollar bo'ladigan bo'lsa, telefonimiz har doim onlayn. Agar videolarimiz yoqadigan bo'lsa, har qanaqa savollarga javob bera olamiz. Agar Telegram kanallarimizga kirsangiz, agronom Aziz Sarasiyo deb yozsangiz kelib chiqadi. Telegram kanallarimiz bor. Har qanaqa qiziqtiradigan videolar, qiziqtiradigan jarayonlar bo'ladigan bo'lsa, sizdan kutib qolamiz. Mana qalinlik, o'ta qalinlik bor. Bular olingan, yana olib, yana ishlashimiz kerak. Buni bir marta olingan. Xom novdalar terib olingan. Endi novdalar pishishiga e'tibor beramiz. Orasi ochiq edi. Mevani termas endi yana bir oralarni ochib chiqiladi mana. Qilinadigan ishimiz. Daraxtlarimiz yana o'z o'rnida keladi. Kuzgacha, avgust oyigacha